Dunyodagi eng baxtli ayol orqangizda turibdi. Menda? Ilinib olvolay onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham. Dunyodagi eng go'zal ayol ortingizda turibdi. Bitta qarang. Bag'riga bosadi jon bilan, aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Orqangizga qarasiz. Onam Voy, nima ekan deb Hayronlangiz bilan. Rahmat. Voy, malades. Dunyodagi eng go'zal ayol ortingizda turibdi. Hayronlangiz bilan. erkalay oymamam o'zimni, quvnatib turasiz ko'zimni, kuladi eshitib so'zimni, onamni ko'rgani boraman. Hammadan go'zalsiz deb atay, soddagina ko'nglini yashnatay, kuldirib yayratay. Shu fursatdan foydalanib barcha ayol qizlarimizni 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Nurafshonda kanaliga obuna bo'ling, hali bundan ham zo'r videolar chiqazamiz.